Do'stlar, mana video ishlayotgan paytimiz bir akamiz telefon qildi bu telefonimga. Ayna, siz aytingchi, Amina Pridlajina ishlamagan sababdan nimalar yuz berdi? Ertalab ishga kelib metroda shuni to'xtatdi, Amina ko'rdi. Menga Aminani ko'rsatdi, Aminani ko'rsataman deb ishga programmasiga kirsam, Amina ishlamay qoldi. Keyin tekshirdilar. İşlamadı. Tekşirgi 3 ming ishlab berdi. 3 ming rubl ishtaraf qildi. Nalichi berib ketdingiz? Ha, nalichi berib ketdim. Hurmatli musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz, patentingiz kuyib ketmasligi uchun Turdovoy dogovor va уведомление xizmati deport, zapret tekshirish, snelis va inen kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga WhatsAppdan aloqaga chiqing. 100% ishonchli xizmatlar. Ben yozmak istedim. 3 ming berdim, ketdim. Tushunarli do'stlar, mana eshitib turibsizlar akamizni gapini. Bundan buyoq agar sizlar ushlagidek bo'lsa politsiya xodimi seshanba kungacha Amina ishlamaydi ekan deb qo'rqmasdan dangal gapiringizlar. Chunki migrantlar bu yerda aybi yo'q. Ishlamay qolgan bo'lsa, hammada ishlamay qoldi, avtomatik. Shu haqida sizlarga video olyapman. Bu akamiz telefonga mendan so'rayapti, nima uchun ishlamay qoldi. Saxrovaga borgan akamizning ham videosini qo'yaman. Saxrovadan aytishlari bo'yicha seshanba kungacha ishlamaydi, undan keyin ishlab ketadi deb o'zlariga uверенный bo'lib gapiribdi. Shunday gaplar. Hozirgi kunda rubl kursi juda past, lekin siz qanday qilib yuqori kurslarda o'z yurtingizga rubl jo'natishni bilmayapsizmi? Unda bizni tinglang. Mir Preveligi. Mir Preveligi Rossiya bo'yicha eng yuqori rubl kurslarini sizga taklif qiladi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga pul jo'natishda eng yuqori kurslar faqat bizda. Mir Preveligida. Bu hali hammasi emas. Agar siz ham Musofir TV 2004 promokodidan foydalansangiz, rublni yanada yuqori kurslarda jo'natish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning bank mijozlari uchun qanday yangiliklar berishiga o'zingiz baho bering. Mir Preveligi eng yaxshi xizmat faqat bizda. Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan barcha aka-uka, opa-singillarimiz, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Bu videomiz Amina Pridlajinas haqida bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'yingizlar. Shu Telegram kanalimni kommentariyga qo'yib ketaman. Iloji bo'lsa obuna bo'lib qo'yingizlar. Yangiliklarni kun chiqarib borishga harakat qilyapmiz. Amina Pridlajinasda yurgan do'stlarimiz diqqat bilan eshitamiz. Amina Pridlajinas ishlamay qoldi, to'g'rimi? Bu ishlamay qolganining sababi mana Saxrovaga borgan akalarimizdan bizga kelayotgan xabarlar bo'yicha seshanba kungacha ishlamaydi ekan. Amina Pridlajinaga registratsiyaga qo'yib Saxrovaga patent topshirgani yoki patent olgani borayotgan do'stlarimiz Amina ishlamay qoldi, borib o'tirmangizlar ovora bo'lib. Seshanba kundan boshlab Amina Pridlajinasi ishlab boshlaydi ekan. Men shu akamizni videosini video davomida qo'yaman. Shu videomizni musofir yurtda do'stlarga yuborib qo'yingizlar. Ko'rib ogoh bo'lib qolsin. Jonlaringiz omon bo'lsin. Aka, mayli, sizga ishlaringizga omad. Agar bundan buyoq shu politsiya ushlasa, shu gaplarni aytib qo'ying. Mayli, xo'p, charchaman, xo'p. Assalomu alaykum ahli guruhga. Hammakasi qanday, yaxshimi? Kimda bachalar Amina ishlamay qolmasa, mana FMSga kelib qaytib ketyapmiz. Seshanba kunga davr ishlamaydi ekan. Sargadan halak bo'lib jatmasin hech kim. Ana aytdi, qayta so'radik, ichkariga kirmoqchi bo'ldik, qo'ymadilar. Ko'chada jirsak nima bo'ladi dedik. Hech nima bo'lmaydi dedi. Seshanba kungacha ishlamaydi dedi. Biron gap bo'lmaydi dedi. Shu endi o'zlaricha abishat qildilar. Ketyapmiz mana.